aka mana shu yerda bitta tola soch qolib ketganda shuni pulini berasizmi? Bir daqiqa bir jimot, kiraq bolani hech ko'rmaganman boru. 14-iyunda soch ektirgandim. O'zi operatsiyadan shuni olib qarasa qo'rqaman. Boshingiz xuddi shishganday bo'ladi. Ekilmasligi mumkin. To'kilgan sochlaringizdan ko'ra ancha qalin bo'lib o'sar ekan. Necha pulga ektirganini so'rashdi. Bu savollarga hozir birgalikda javob topamiz. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Men Dostonov Jasur, bloger va aktyorman. 1 yil oldin, ya'ni 14-iyunda soch ektirgandim. Va ko'pchilik mendan qachon, qayerda, qachon va necha pulga ektirganini so'rashdi. Bu savollarga hozir birgalikda javob topamiz. Oh my god! Soch to'kilishi meni anchadan beri qiynab kelayotgandi. Bilsanglar, aktyor uchun muhim narsa bu tashqi ko'rinish, psixikaga ta'sir qildi va men internetdan, ya'ni soch ektirish plantatsiyasini qidira boshladim. Ya'ni klinika qidira boshladim. Va bitta klinika topdim. Ya'ni rekimdan chiqib qoldi. Rekdan chiqib qoldi. Ayni qidirayotgan joyda o'zi rekdan chiqib qoldi va men o'sha klinikani ancha kuzatib boshladim. Xo'p, keyin men o'sha My Hair degan klinikani topdim internetdan. Ya'ni rekdan chiqib qoldi. Xo'p, endi avvalambor Allohga tavakkal qildim. Va shu tavakkal shu klinikaga tashlab buyurdim. Va u yerda kelganimda menga nechta graf ketishini hisoblab ko'rdilar. 2000 tadan ortiq graf ketadi va qanaqa tuzilishi, ya'ni shakli. Men o'zim tekis xohlaganim yo'q. Meni bu peshonaga tekis to'g'ri kelmas ekan. Shuning uchun o'zini formasida chizib ko'rsatib berdi va boshqa bemorlarning ham natijalarini ko'rsatdi. O'sha men o'zim bu bemorlar bilan suhbatlashib, ular bilan ishonch hosil qilgandan keyin soch ektirishga, ya'ni My Hair klinikasida soch ektirishga qaror qildim. Xo'p, undan keyin biz operatsiya qilishga qaror qildik. Ya'ni bu unaqa qo'rqinchli bo'lmasa ham, lekin baribir juda hayajon boshlandi menda. Birinchi o'rinda gormonalni, ya'ni analiz oladi. Hamma narsa, ya'ni sizda sahr bo'lmasligi kerak. Menda hammasi yaxshi chiqdi natijalarim. Va biz operatsiya xonasiga kirdik. Xo'p, o'zi operatsiyadan shuni olib qarasa qo'rqaman. Bu ham mini bo'lgani uchun ancha qo'rqinchli bo'ldi. Birinchi boshni muzlatar ekan, ya'ni polni o'sha bosh sohasini muzlatadi, xuddi boshi sezmaydi. What? Tekkanda ham odam sezmaydi va men og'riq bo'ladi deb o'ylagandim, yo'q. O'sha birinchi muzlatganda ukol tiqilgani bilinadi, o'sha muzlagandan keyin bilinmas ekan. Undan keyin operatsiya jarayoni meniki xo'p 2000 tadan yuqori bo'lgani uchun 4 soat davom etdi. Ya'ni bu kam. Agar 4000-5000 ta bo'lsa, bu undan ham ko'proq soat ketar ekan. Juda mayda ish ekan. Deyarli og'riq bo'lmadi, operatsiya jarayonida umuman og'riq bo'lmadi. Bemorlar sharoitlari ham yaxshi. Xullas, operatsiya yaxshi o'tdi. Og'riq bo'lmaydi, bemalol qo'rqmasanglar bo'ladi. Nice. Uyga borgandan keyin og'riq bo'lmaydi-yu, uni 3 kun davomida boshingiz xuddi shishganday bo'ladi. Unaqa noqulay tug'dirmaydi. Xo'p, yuvilmaydi 3 kun davomida, bosh yuvilmas ekan. Ya'ni ko'pik bilan sekin o'zingiz sochlaringiz yuviladi. Ko'pik bilan yuvilar ekan. Va 10 kundan keyin uje chiqish boshlaydi. Chiqqan sochlar to'kilar ekan. Ya'ni ekilgan sochlar to'kilar ekan. Hali chiqmaydi. Ekilgan sochlar 10 kundan keyin to'kiladi. Shu doktorimiz aytdi, bu normal holat, to'kiladi dedi va 3 oy o'tgandan so'ng o'sha soch o'zi chiqishni boshlar ekan. Birinchi oddiy o'zi sochingiz, ya'ni kalga oldirganingizda qanaqa chiqish boshlasa, xuddi shunaqa chiqish boshlaydi. O'sha 6-7-oylarda ancha sezilarli darajada ko'rinib, o'sha yaxshi chiqa boshlar ekan. Menga bitta plus tomoni, bu o'zingizning sochingizdan, ya'ni to'kilgan sochlaringizdan ko'ra ancha qalin bo'lib o'sar ekan. Men shu narsani sezdim. Chunki ushlab ko'rganimda bu oddiy sochimdan ko'ra bu ekilgan soch ancha qalin ekan. Shu tomonlar menga juda ham yoqdi. Va menga eng yoqqan tomoni umuman to'kilmaydi deb sizga garantiya berar ekan, avvalo Xudodan. Lekin rostdan ham to'kilmas ekan. Xo'p, yana bitta muhim narsani aytib o'taman. Klinika tanlashda muhim maslahatlarni beraman.
Klinikani o'sha topganingizdan keyin farqi yo'q, qaysi klinikani topsangiz, uni albatta kuzating. Ya'ni o'sha tashrif buyuring klinikaga, konsultatsiyaga boring. Chunki siz natijalaringiz yaxshi bo'lsagina soch ektiriladi. Agar natijalaringiz to'g'ri kelmasa, sizga ekish mumkin bo'lmaydi. Va klinika birinchi o'rinda o'sha qaysi klinikaga ektirsangiz, o'shani yaxshilab izlanib, o'sha bemorlardan yaxshilab so'rab, natija bo'lganmi, bo'lmaganmi? Albatta, natija bo'lgan bo'lsa, keyin siz ham ektirsangiz bo'ladi. Agar sizlarda ham mana shu soch ektirish masalasi bo'yicha savollaringiz bo'lsa, avvalambor kommentariyaga yozinglar va opisaniyada klinika, MyHair klinikasini raqamlari bor, call center. Shunga bemalol telefon qilib, nima ma'lumot kerak bo'lsa, bilib olishinglar mumkin. Xo'p, endi eng asosiy narsa narxini aytib o'taman. Ko'pchilik baribir narxini so'rashadi. Men yashirib o'tirmayman. Meni holatimda, ya'ni 2000 tadan ortiq graf, 2000-3000 oralidagi grafda 7,5-8 million atrofida bo'ladi. O'zi 7,5 million, analizlariga ham 8 million atrofida bo'ladi. Xo'p, sizlarga yakuniy xulosani aytadigan bo'lsam, hozirgi kunda ko'pchilikda bu soch to'kilish kuzatiladi. Bu normal holat, chunki kimdadir gendan, havodan, kimdadir telefondan nur taratish evaziga to'kiladi. Ko'pchilik erkaklarda ayniqsa, men soch ekishtirishni tavsiya qilaman. Baribir odam o'ziga qarab yursa, yosh ko'rinib yursa, shuncha yaxshi. Bemalol qo'rqmasanglar bo'ladi va MyHair klinikasini sizlarga tavsiya qilaman.